Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yalanglar tishibiramiz. Qani ketdik. Mana o'sha sizlar sog'ingan uy. Istoriyamga, kommentlarimga, direktimga eng ko'p berilgan savollardan biri. Nima Shahlopaga o'xshab shupurib uborka qilib videolar olmaysiz? Yo uyda ish qilmaysizmi degan savollar to'lib ketdi. Mana endi sizlar talablaringga binoan yalanglarni shupurib tozalab video qildim. Yana eng ko'p kelgan savollardan biri: siz Shahloni singlisimiz yo qarindoshmisizlar? Yo'q, biz qondosh opa-singilmiz. Shahloxonjon va mana Radnoy opam bo'ladi. Sizlarga shuncha gapni gapirguncha shuncha joy tozalab shipirga bo'pman. Endi hamma musullarni o'rtaga to'plab, birinchi ustidagi cho'plarni paketga solib, keyin qolganini kurakchaga soldim. Daruvda negativ yozmalar, nima qo'lingizda musulda oldingiz. Bir hafta yomg'ir yog'gandan keyin hamma yo'q shunaqa rasvo bo'lib ketibdi. Bugun va nihoyat quyosh chiqibdi desam, ob-havoda ertagalikka yomg'ir ko'rsatib turibdi-yu. Ha mayli, bir kun yomg'ir yog'arkanda shu bilan havo ochilib ketar ekan. Sizlarda havo qanaqa yozib ketinglar. Ha, aytgancha yana bir gap aytay. Kim meni qaysi viloyatdan kuzatadi yozib ketinglar shuni ham. Sizlar bilan gaplashguncha shuncha joy tozalab kelib bo'ldim. Qana chaqqon qizmana o'zim maqtab ketay. Qanaqa videolar olib chiqay, kommentda fikringizni qoldirib ketinglar. Mana hamma yoq toza bo'ldi. Всем пока.